Bir rivoyat aytib beraman. Boyazid Bistomiy degan bir ulug' odam o'tgan. Avliyo bo'lgan deyishadi, Allohning do'stlaridan bo'lgan deyishadi. O'sha kishi umri davomida 45 marta hajni ziyorat qilgan ekan. 45-marta hajni ziyorat qilgani borganida Arofat tog'ining tepasida zikr aytib o'tirsa, nafsi qulog'iga shivirlab qoldi. Boyazid debdi, sendaqasi bu dunyoda yo'q debdi. Qara, 45 marta haj qilding. 1000 martadan ko'p Qur'onni xatm qilding. Sen ajoyib odamsan. Sendaqasi yo'q boshqa. Bu dunyoda bo'lmasa kerak. Inson farzandi orasida. Debdi. Boyazid Bistomiy nafsiga aytibdiki, sen meni kibrlanishimni xohlayapsanmi? Men seni juda bir go'zal jazolayman hozir deb o'sha yerdagi odamlarga, xaloyiq debdi. Kim istaydi 45 marta qilgan hajimni bitta nonga almashtiraman deb. O'sha yerdagilardan bittasi men olaman debdi. Olib kel nonni debdi, olib kelibdi nonni. Nonni olib itga tashlabdi. Keyin bu nafsni bir jazolamasam bo'lmaydi, bir tarbiyaga chaqirmasam bo'lmaydi deb uzoq safarga Rum taraflariga qarab yo'lga chiqibdi. Ko'p uzoq yurgandan keyin Rumga yetganda bir rohib bilan qarshilashibdi va rohib uni bir shaklda uyida mehmon qiladigan bo'libdi. 1-2 kun mehmon bo'lgandan keyin rohib aytibdi, "Seni isming nima?" "Ismim Boyazid." "Isming ham go'zal ekan, o'zing ham go'zal inson ekansan. Qanday yaxshi bo'lardi agar sen Masihning quli bo'lsayding?" Nafsiga tegib, nafsoniyatiga tegib, og'rinibdi Boyazid Bistomiy. Chiqib ketaman desa, boyagi rohib aytibdi, "Yo'q, unday qilma. Sen 40 kun bu yerda musofir bo'lgin, mehmon bo'lgin. 40 kundan keyin bir avliyomiz bor bizda, avliyomiz keladi. Bu yerdagi rohiblar bilan suhbat qiladi. Sen ham o'sha suhbatga bir ishtirok etgin. Agar suhbat senga ma'qul bo'lsa, safimizga qo'shilasan, ma'qul bo'lmasa, yo'lingda davom etasan" debdi. Bunda bir hikmat bordir deb Boyazid Bistomiy rozi bo'libdi. 40 kundan keyin boyagi rohib kelibdi, xonaning eshigini taqillatibdi. "Bugun avliyomiz keladigan kun" debdi. "Xo'p, boraman" desa, "Bunday bora olmaysan" debdi. "Nega bora olmayman? Seni bu ahvolda ko'rsam, musulmonligingni bilishsan, u yerda bilasan qancha yuzlab rohiblar bor. Ular seni joningga qasd qilishlari mumkin. Nima qilishim kerak? Men bu kiyimni kiy, belingga zunnorni bog'la, bo'yningga Injilni os, undan keyin boramiz" debdi. Endi Boyazid Bistomiy nafsini tarbiyalayman deyapti-ku. Bunga ham rozi bo'ldi. Bir tavbanga tayan. Chunki nafs bunday narsalarga, bunday xo'rliklarga chidolmaydi-da aslida. Aytganini qilibdi, zunnorni bog'labdi, bo'yniga Injilni osibdi, qo'shilib rohiblarning ichiga kiribdi. Birozdan keyin boyagi aytgan avliyo kelibdi, juda yuksak martabali bir mehmondek uni qarshilashibdi, yuqoriga o'tirg'izib qo'yishibdi. Lekin u nima gapirmas ekan avliyo, hech gapirmabdi. Rohiblar so'rabdi, "Bir ranjitgan joyimizmi bor? Nega jimsiz? Buni bir siri bormi?" desa, "Qanday gapiraman? Ichinglarda Muhammadning ummati bor." Sallallohu alayhi vasallam. Hamma hayron. "Qani qaysi o'ldiramiz, chopamiz, so'yamiz, yo'q qilamiz?" "Yo'q, ko'rsat." "Yo'q, ko'rsata olmayman. Agar unga tegmaymiz, o'ldirmaymiz desalaring, unda ko'rsataman." Va'dasini olgandan keyin, "Ey Muhammadning ummati, o'zingni ko'rsat" desa, Boyazid Bistomiy 1-2 qadam oldinga chiqibdi. "Ilming bormi?" debdi boyagi avliyo. "Alloh qodir qilgancha, Alloh bildirgancha bilaman." "Unda sen meni savollarimga javob ber" debdilar. "Nima savol?" "Ikkisi yo'q 1, 3 yo'q 2,
4'ü yo'q 3, 5'i yo'q 4, 6'sı yo'q 5, 7'incisi yo'q 6, 8'incisi yo'q 7, 9'uncusu yo'q 8, 10'uncusu yo'q 9, 11'incisi yo'q 10, 12'incisi yo'q 11, 13'incisi yo'q 12 nima debdi. Bayezid Bistami xotirjam javob beribdi. Ikkinchisi yo'q bir yagona Allohdir. Üçüncüsü yo'q 2 kecha va kunduzdir debdi. To'rtinchisi yo'q 3 taloqdir. Beshinchisi yo'q 4 Tavrot, Injil, Zabur va Qur'oni Karimdir. Oltinchisi yo'q 5 bu 5 vaqt namozdir debdi. Yettinchisi yo'q 6 koinotning yaratilishidir, ya'ni 6 kunda yaratilganidir. 8'incisi yo'q 7 qat osmondir. 9'incisi yo'q 8 qiyomat kuni arshni toshiydigan 8 ta malak. 10'incisi yo'q 9 ayolning 9 oylik homilasidir. 11'incisi yo'q 10 Musa payg'ambarni, Musa alayhissalomni, Shuayb payg'ambarni qo'lida 10 yil cho'ponlik qilishidir. 12'incisi yo'q 11 Yusuf alayhissalomni 11 ta akasi. 13'incisi yo'q 12 bu 12 oydir deb javob beribdi. Keyin to'g'ri javob berding, tasanno debdi avliyo. Shu yerda Bayezid Bistami aytibdi, endi meni ham bitta savolim bor. Javob bersangiz. Marhamat debdi avliyo. Jannatning kaliti va eshigida qanday yozuv bor debdi. Avliyo jim bo'lib qoldi, indamabdi, gapirmabdi. Rohiblar ichida g'alavor boshlanibdi. Nahotki yutqizib qo'yamiz, shuncha odam bir musulmonga yutqizamizmi? Hazratim, nega jimsiz? Bir muammo bormi? Bilmaysizmi javobni? Nima bo'ldi, gapirsangiz desa, men gapiraman, lekin sizlar men gapirgan gapga ishonasizlarmi? Ular aytibdi, ishonamiz albatta. Siz bizni ulug'imizsiz, qanday ishonmaymiz? Unda eshitdinglar. Jannatning kaliti va eshigida la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb yozilgan. Degan ekan. Hammalari o'shanda islomni qabul qilib iymon kalimasini keltirishgan ekan va Bayezid Bistami o'sha yerda rivoyatlarga ko'ra qolib ularga islomni o'rgatib keyin qaytgan.